shularga bitta qafas yasadik. Bu ina. Qani. Mana bunaqa joylarini ham qilib qo'ydik. Hop, razmerlari balandligi 1,5 metr bo'lgan. Yon tomonini 50 sm qildik. Yon tomoni. Kengligini 1 metr qilib qo'yganmiz. Mana tepa qismlari. Tagida axlat oladigan patnis bo'ladi. Shuni endi tayyorlaymiz. Tepa taraflarni ham mana yomg'ir yog'magan kunlar ochiq holatda qoladi. Agar yomg'ir yog'adigan bo'lsa, mana tom qismlari ham bor. Tomini ham qo'yib qo'ysang bo'ladi. Shuni bir akamiz qushga yasab bering deganlar uchun chiroyli qilib mana yasadik. Eshiklari yopiladi. Hop, biz manzillarimiz Namangan Uchqo'rg'onidamiz. Bu qushimizni 800 ming kami bor. Kimgadir kerak bo'lsa, telefon nomerlarimiz 90lik 640 1199. Telefon qilaverasizlar. Razmerlarini, narxlarini kelishib, ishini qilib beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.